Voy ukajonim, sen shu mashinani ol. Agarda mana mashinani olmasang, boshqa mashina olmay qo'yaman. Nimaga deganda O'zbekistonda bunaqa sostoyanidagi mashina topa olmaysan. Kraskalarigacha toza ukam. Bo'ldi aka, ma'qul, baraka. Hormanglar. Assalomu alaykum aka, Luxuning Premiumga xush kelibsiz. Mashina oldim, buni plyonka qildirmoqchi edim. Yana nima xizmatinglar bor? Bizda aka detailing xizmatlari, bronirovka, shumizatsiya, elektrika, xullas mashinaga kerak bo'ladigan hamma xizmatlarimiz bor. Bo'lmasa, mashinamni broni plyonka qilib berasizlar. Qachon tayyor bo'ladi? Bo'ldi aka, ertaga shunaqa payt tayyor qilib qo'yamiz. Okajon, shundoq seriyaga kelib keta olikmi? Zarurligida. Bo'ldi, hozir kirib ketaman. Ha, tinchlikmi? Aka, chaqirganim sababi kapot kriloyizda kraskasi bor ekan. Buni bron qilgan foydasi yo'q ekan. Tushunmadim. Kraska deysanmi? Mani mashinam top-toza edi. Nima? Detallarimni almashtirib olib, meni yedirib yormoqchi bo'lsanlarmi? Okajon, o'zingiz bosib oling. Bizning Luxusingda klientlarning omonatiga xiyonat qilinmaydi. Men hali buni tegi yetaman. Nodir aka, Bolam, toycha yaxshi yuryaptimi? ay yurishga yuryapti-yu, shu bitta masalasi bo'yicha Nodir akam oldiga keluvdim. Bu mashinani o'zim haydaganman. Ay yo'g'i, doda menga kakra siz kerak edingiz. Nodir, mana shu mashina. Bolalarim menga mashina olib beryapti. Aybini o'zing bilasan. Kraskalarini ham etib sotarsan. Bahrom aka, ko'nglingizni to'q qiling. Chiroyli qilib sotib beraman. Yaxshi ish bo'lmabdi. Siz ham bilmasdan turib, bolalarning dilini ortib qo'yibsiz.